Yo, what's up, nigga bola? Bugungi videoda KZ2 tarixidagi eng qimmat skilllar haqida gaplashamiz. Videoni boshlashimdan oldin kanalga like bosib, videoga obuna bo'lib qo'ying. Qani unda bo'lmasam, let's go. Keling 3-o'rindan boshlasak. 3-o'rinda hamma bilgan AWP Dragon Lord. Taxminiy narxi $150,000 dan $450,000 bo'ladi. Ro'yxatimiz 2-o'rinda esa Akhiretda Statrek. Taxminiy narxi $1 million dan $1,5 million gacha bo'ladi. Stop. Siz ham o'z skinlaringizni qayerda sotishni bilmayapsizmi? Unda men sizlarga o'z Telegram kanalimda maslahat beraman. Bu yerda nafaqat skin sotishingiz va sotib olishingiz ham mumkin. Muhimi 100% ishonchli va tezkor. Xo'p, videoga qaytsak. Ro'yxatimizda 1-o'rinda esa hamma bilgan Kerambit Blue Game. Taxminiy narxi $1,5 million dan $2,5 million gacha bo'ladi. Va bu men bilgan KZ2dagi eng qimmat skilllar edi. Siz ham qaysi skilllar haqida bilasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.